Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Ulug'bekov. Bizga bitta obunachimiz challenge yozibdi. Okey, avtomatik solo kombataga kirib YouTube chiqing debdi. Qani challenge'ni bajarishga harakat qilib ko'ramiz. Undan oldin menga like va podpiska bosib qo'ying. Qani ketdik. Obunachimiz aytganidek solo kombataga kirdim. Video katta video bo'lib ketmasligi uchun videoni sal tezlashtirdim. Videoni qirqdim. Katta video bo'lib ketmasligi uchun urgan joylarimizni qo'ydim. Bu yerda qarasam raqibimiz qotib qopti. Uni kutishga qaror qildim. O'ynab ketarmikan dedimda 2 sekund videoni qirqdim va u o'ynab ketdi. Men ana u sherigimiz o'ynayapti. Shot hali ham 2-0, menda 2. O'yin haqqoniy bo'lyapti. Bu yerda meni ham urib qo'ydi. Shot 2-1. Ukamiz ham yaxshi o'ynaydi ekan. Afsuski bu yerda ham meni urib qo'ydi. Shot 3-2. Bu yerda ham urib qo'ydim. Shot 4-2. Yana kimdir birga bir o'ynamoqchi yoki challenge bermoqchi bo'lsa, kommentga obuna bo'lib yozib qoldiringlar.